1 metrga 1 metr razmerdagi dushovoy zonamiz tayyor bo'ldi. Spalniyaning ichidagi kichkinagina dushovoy zonasi. Uyimiz Balyarkadan chiqqan. Xo'p, bu yerda nima bo'lgan? Bu yerda santexniklar dushovoy kabinkaga mo'ljallab ketishgan ekan. Kanalizatsiyasi bu yerda, suv turbalari bu yerda ahamiyat qo'ygan bo'lsanglar, akamga aytdim, perdelka qilmaymiz, ish ko'payib ketadi dedilar. Arzonchiroq variant qilib mana kafil terdi. $600 ga dushovoy kabina olgandan ko'ra mana 500 ming so'mga kafil tayyor bo'ldi. Endi bu yoq tarafini nima bilan yopadi desanglar, o'zlarida tayyor akfa bor ekan, romlari o'zlari akfacha ekanlar. Shuning uchun ashaqa 1 metr akfa qo'yib yuboraman. Menga ancha arzon tushyapti deyaptilar. Endi hamma o'zining sharoitidan kelib chiqib qiladi. Fikringlar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Biz bo'lsa o'zimizning ishimizni mana idealni qilib topshirib ketyapmiz, xudo xolasa. Mana bordurimizni yo tashqari tarafdan 10 sm ko'tarib, enini 5 qilib berdim. Akfa 4,5 ekan. Bemalol o'tiradi ustiga, xudo xolasa. Ichkari ukrollarni mana security traplarimizga qo'yib berganmiz, cho'tki qilib 60 ga 60 keramik granit. Devorimiz polniy mana shu G qilib gidroizolyatsiya surilgan, Ventum firmasiniki pollari bilan birga. Xudo xolasa suv zahli o'tib ketmaydi orqa tarafga. Mana bu xudo xolasa bugun pollarni tayyor qilib qo'ydim. Bitta fugalardan chiqarib bersak, yo'q keyin o'zligini ishlaydi. Shuni akfani qo'yib tars yuvib olsa bo'ladi. Mana bu yo'li bitgan ko'rayotganinglarda. Akkurat inson o'z elimizga yetib baho berib qo'yasizlar.